Yani bir mühim narsa bu ma suhbatga munosabatsiz men qaytib qo'yishni loyiq ko'rdim. Men ko'ryapsa bir qancha kun bo'ldi, tor dunyosida, Facebookda, Twitterda Myunxen xitobnomasi haqida men savol qo'ydim Dunyo Uyg'ur qurultoyiga, Erkin Olibtekinga, qurultoyniki ijroiya raislariga, har qaysi muavir raislariga degandek ko'ryapsizlar bu narsalarnikini. Dünya Uyghur Qurultayı 2004 yılı 4 ayınki 20 günü qurilib ekan. Qurilgandan keyin Dünya Uyghur Qurultayının birinchi qilgan ishi Erkin Olibtekin qurultayni Dünya Uyghur Qurultayini qurib bo'lgandan keyin qilgan birinchi darhol Myunxen xitobnomasi e'lon qilish. Chunki qurultay Myunxenda qurildi, Dünya Uyghur Qurultayı Myunxen xitobnomasini e'lon qildi ekan. Myunxen xitobnomasini e'lon qilganda Erkin Olibtekinninki deganida men buni inglizcha tayyorladim. Xalqaro siyosatshunoslardan, qonunshunoslardan maslahat olib, buni inglizcha tayyorlab e'lon qildik. Uning keyinda Uyg'urchadan Xitoychaga tarjima qilindi deb Erkin Osiyo radiosiga bergan 2005 yılı 5 ayning 17 kuni Erkin Osiyo radiosiga bergan suhbati bor. Bu Myunxen xitobnomasi haqida 2013 yılı Facebookda kuchli munozara qo'zg'agan. Shu munozarani Nurgiyadagi Akram Irik bilan shu boshlagan, uninga men yondashib savol so'ragan ash mezgilida. Nima uchun Myunxen xitobnomasi inglizcha e'lon qilingan bo'lgan bo'lsa, Myunxen xitobnomasi inglizchada, Uyg'urcha, Xitoycha uch tildagi bir-biridan farqlandi, uning mazmunlari. Biz Uyg'urcha qarasak, nihoyat haybatli Sharq Turkistonning o'zlarini o'zi belgilash, hatto mustaqillikdan gap bor. Inglizcha qarasak, undaq emas, Xitoycha qarasak, uni so'zlash qilib bo'lmaydi-da, manda. Bu nima uchun deb men qilsam, buni Mehmet To'xti ingliz tilidan Uyg'urchaga men tarjima qilgan dedi. Unda sen tarjima qilgan bo'lgan bo'lsang, nima uchun o'xshamaydi buning ishchisi? Sabablari nima? Kim oxir qatim buni tasdiqlagan desam, Mehmet To'xti 2013 yilda meni Facebookdan cheklab etgan. Hozirgacha Mehmet To'xtiniki Facebookga hech narsa ko'rmayman. Shuning bir hafta burun men Mehmet To'xti aloqa qilishib, bu to'g'risida qilsa Mehmet To'xti gapni burab bilakka qilib qo'ydi. Men Twitterda buni otdim. Mehmet To'xtining savolini javob jim turib oldi. Shunday tordan aqtirib Dunyo Uyg'ur qildim, torbetga kirsam, inglizcha yo'q ekan. Myunxen xitobnomasining Uyg'urchasi bor ekan. Xil uzun, 4-5 varaq bir narsa o'qib beqinglar qarindoshlar. Uning keyini Xitoycha qarab baqdim. Xitoycha qarasam, bir 10 qur bir narsa bor-da Xitoychada. Uyg'urcha 4 varaq bir narsa, Xitoycha ekanda 10 qurdek bir narsa. Lekin ayadagi xitobnominiki asosiy nishoni, g'oyasi Xitoychadan osmondan farqlandi narsaniki. Uni inglizdan selishtirib boqay deb ingliz topolmadim. Topolmagandan keyin men topolmagandan keyin uning keyindan bu Myunxen xitobnomasi to'g'risida bergan bayonotlar bormidi deb Erkin Osiyo radiosidan shu bayonot topdim. Men hozir bir qo'yib beray. Eng avval qarindoshlar bir anglab boqsa, mana ovozini yuqori qo'yma. Men Erkin Olibtekin Myunxen xitobnomasi haqida to'xtaldi. 2005 yılı 7 ayning 27 kuniga mana bir anglanglar. Hürmetli radyo anlıqçılar. Dünya Uyghur Qurultayı reisi Erkin Olibtekin efendi Türkiye'ye ziyaret için geldi. O bu jarayonda Türkiye'deki Şarkı Türkistan Ammavi Teşkilatları mesulları ve Uyghur zatları bilan uçuruşup fikir almıştırmakta. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Erkin Olibtekin yakında ilan kılınan Dünya Uyghur Qurultayının Myunxen xitobnomasining tuzguvchisi. Dünya Uyghur Qurultayının Myunxen xitobnomasi 4 betdan tarkib topgan. Xitobnomada Dünya Uyghur Qurultayı Mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyetining Sharqi Turkiston xalqining tüp qimmat qarashlari ostida qurilgan demokratik, ko'p partilik, din ve siyaset birbirinden ayrılgan ve kanun bilen başkurulduğun bir devlet bulduğanlığını, Mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyetining devlet tilinin Uyghur tili bulduğanlığını, her bir puhranın kişilik erkinligi ve mecburiyetini mutlak qo'g'daydiganligini hamda uningga hurmat qiladiganligini jakalagan. Qimmatli radio anlıqçılar, xitobnomada qo'g'dildigan kishilik huquqlari ve teşebbüs kılıdığan mecburiyetler 19 maddeden terkip topgan bulup, xitobnoma Yaşasın Sharqi Turkiston cümlesi bilen ahırlaşıdı. Bu xitobnoma hakkındaki bazı meselelerini aydınlaştırış için xitobnomani tayyorlagan Dünya Uyghur Qurultayının reisi Erkin Olibtekin ve Uyghur stratejiya mutaxassisi Erkin Ekrem efendi bilen söhbet edip bardık.
Hürmetli Erkin Alptekin Efendi, bu kitapname kaçan yazılgan, nime maksat bilen hazır ilan kılındı? Sovyet İttifakı'nın tarqalışıdan keyin Orta Asiyadaki Türkiye Cumhuriyetler müstakil bolup o'tirg'a chiqdi. O'sha mezgillarda biz 10 pone qurgan bu Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nı. Şu çağdan tartib bizden mana qurilgan kundan tartib 7 a'zomiz mustaqillikka erishdi. Devamlı chet elliklarni, xalqaro teşkilatlarning so'ragan savollari shunda bo'lgan. Bu sizlar bu Cumhuriyetde eğer müstakil bo'lgan bo'lsanglar qanday bir davlat qursizlar deb bu Müslüman bo'lmagan davlatlarga müstakil bo'lishdan burun so'ragan savollar. Şunanga tayinib turib, men bu bir kitobnoma hazırlagan edim. Buni xalqaro huquqchilar bilan ko'rishib, ularning tasdiqini olgan edim. Mesele şu, Şarkı Türkistan halkı Müslüman bir millet. Her devletlerde acaba bular müstakil bulup kalsa, qanday bir devlet kurdu? Yani şeriatka tayangan bir devlet mi, bir diktatörlük mü, bir totaliter sistem mi? Degenge o'xshagan bizde naydi jiq şüpheler var etti. Biz şüphelerini yok kılış için men bu şu xalqaro huquqchilar bilan sözleşip, gelecekte Şarkı Türkistan müstakil bir devlet bulup o'tirib chiqsa, qanday bir devlet bo'lishi kerak degan meseleni ko'z oldida tutib, bu beyannameni biz shu chog'da hazırlagan. Bu beyannomaning maqsadi chet el davlatlariga agar bir kun kelib vaqti va soati yetib Sharqiy Turkiston mustaqil bir davlat bo'lsa, o'sha usulda bir davlat bo'lishini xalqimiz albatta xohlaydi degan tushuncha bilan hazırlangan bir deklaratsiya ve keyingi vaqtlarda bo'libmi bizga bu savollar yomon ko'p so'rilib ketdi. Chet elliklar, xalqaro tashkilotlar, chet el matbuoti ko'p so'rab ketdi. Agar mustaqil bo'lib qolsa qanday bir davlat qurishdan deganini ularga bir garanti sifatida buni hozir e'lon qilishni va ularning yor yo'rigiga ega bo'lish, biz kelajakda mustaqil bir davlat bo'lsak, albatta shu xalqaro jamoatchilikning qabul qiloladigan usulda bir davlat quramayız degan bir garanti berish maqsadi bilan hozirdan e'lon qilish majburiyatida qoldik. Hürmetli Erkin Alptekin Efendi, bu kitapname başka tillarda mı ilan kılınamdı? Elbette bu İngilizce bulup hazırlangan idi. Resapta başka biz bunu İngilizce kılıp hazırlagan. Hem de bunu Uygurçaga tercüme kılıp, közden geçirip, bir kanç metin közden geçirip, en nihayet ahırda biz bu Dünya Uygur Kurultay İcra Heyeti yığınında okup madde bir yerde tasdikten ötküzüp, bundan keyin e'lon qildik buni. Albatta bunun İngilizcesi mi var, İngilizcesini mi ve gerek bo'lsa Xitoycasini mi tercüme qilib, boshqa tillarda mı e'lon qilamiz albatta. Kıymetli radyo anlıqçılar, bu kitapname hakkındaki göz karışlarını düşün, mikrofonumuzu yana Yavrasya Stratejiya Tadqiqot Merkezi mutaxassisi Erkin Ekrem Efendi'ye uzattık. Hürmetli Doktor Erkin Ekrem Efendi, bazı kişiler Dünya Uygur Kurultayı'nın avtonomiyachi ekanligini ilgari surgan edi. Dünya Uygur Kurultayı bu xil tanqidlarga qarshi buni e'lon qildimi? Ben bu bazı qarindoshlarninki Dünya Uygur Kurultayı otonomiyachi deganga pek e'tibor bermayman. Bunun sebebi Şarkı Türkistanlıklar bulutma 1949'dan keyingi xalqarodagi Şarkı Türkistan kurashini kelayotgan bütün teşkilatlar ve şahsiyetler hepsi müstakil bir Şarkı Türkistan'ı arzulaydı deb o'ylayman. Yani eğer de otonomiya istegan bo'lsa, hozir Xitoymi Şinjan Uygur otonomiyalikni bergan gap qonunchada to'liq bergan bo'lsa, hiç olmasa isimcatlar bu var. Sonuçta bu sözler belki tatbibatlı niyetiyle sözlendi ya da bilme sözlendi de oylayan. Suyumlik radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu için Ankara'dan Erkin Tarım tayyorladi. Xayrxo'sh. Mana inib anladimi Mevlanka? Ha, ilk anlandı. Endi meniki nima qilganlarim 2013 dedim-ku, shu chaqda men mushu Myunxen kitobnomasi haqida to'g'ri keskin munozara bo'lib ketgan vaqtda shu chaqda bir narsa yozgan. Ash vaqt yozildimda. O chaqda men jiqadam tanimaydi-ku endi shunday deyapman. Lekin Mehmet To'xtani qartizimni tiqayotgan ishni ko'ramayman deb. Rabia Qodir xonim shu chaqda Dunyo Uyg'urlarning raisdi.
Dolqin Esa başqa atibdi. Başqa bir qancha raislar bo'lyapti. Erkin Ekrem shu strategiya mutaxassisi hammasi Gollandiyaga jiq kelgan bular. Kelgan hammasini so'rgan men Myunxen kitobnomasining nima uchun inglizchasi, uyg'urchasi, xitoychasi bir-birini farqli. Buni kim yozgan, kim boshqa tillarga tarjima qilgan desam, hammasining bergan javobi shu vaqtda buni qochqancha bu masaladan. Ya bunu sen nereden ko'rding deb, nereden ko'rmadik, shu joq to'rbeti bati qurultayniki, ashuni ko'rgan to'q. Mushta bu munozirlar bo'lgan, buni desek ana keyin biz surishtirib boqaylik, bizni qaytib surishtirib boqaylik bu narsalarnikini, o'chaqlar yangi kelgan biz u ishlar bu ishlar oldirib diqqat qilmabdik dedi. Unda qilqas uni keyin bir qancha qatam so'rdim, javob bermadi. Hani o'tganda mana shu bizma chet elliklarmi, g'arbchilarda, g'arbdagi kuzatuvchi nurg'unlar men bilan jiq paranglashadi-chu. Mushtaq bir narsani ko'rdi. Ulim ko'rib, ne uyg'urcha qurganligi va shu parangni so'rab qoldi. Men Myunxen kitobnomasi haqida. Bu narsanikini bu inglizcha yo'qmi buningki? Sen ko'rib boqdingmi dedi. Yo'q, ko'rib boqmadim. Men shu uyg'urcha xitoychani ko'rdim. Deb aka burunqi ishlar ism kelib bilan darhol aning keyin men Robiya Qodir xonimga telefon qildim masalan. Ikki gapni oldimda. Desam Robiya Qodir xonim uni shu mazgil seni so'raganda uni biz selishtirib boqamiz deb men boshqalarga degan unim keyin ismimizni ko'tarilib qopti u narsani dedi. O ishni men hammani aka tasdiqlab qilgan narsa mening ismimda yo'q dedi. Nimaga? Aning keyinidan Erkin Ekremga men nim qildim mana hozir qo'yib berdim xabarni. Bu 19 yil bu ishlagan xabar, men xabarni. Buni Erkin Ekrem bilan kurashdim. Erkinga endi o'z vaqtida Myunxen kitobnomasi qildim so'rgan Gollandiyaga kelgan vaqt 100 turani. O'sha men bu ishni tez bilib ketmayman degan tingiz, lekin men Erkin Osiyo radiosiga xabar ishlatibsiz, Erkin Olibtekin bilan ishlanganlar. Nima uchun Myunxen kitobnomasining uyg'urchasi, inglizchasi, xitoychasi bir-biridan farqlandi desam, Erkin Ekrem endi ovozni qo'ysak yaxshi bo'lmaydi meni WhatsApp deyishgan gapni. Bu ishlarni mening tez xabarim yo'q ekan. Sen shu qurultayning doim ishlarga mas'ul muavin raisi Parat Yo'rinqashdan kurashdi. Parat Yo'rinqashdan men 3-4 kun kurashdim. Uchrayotishib o'zaro timin yapqachiqlikda boshqa yerga burab qochdi. Shundan kelib chiqqandikilar yana boshqa tushundirdi. U hech men so'ragan savolga munosabatsiz. Uning keyinidan Erkin Olibtekinga telefon qildim. Olmadi telefonni. Signalda gap qoldirib qo'ydim, javob qaytarmadi. Shu Myunxen kitobnomasi haqida. Uning keyini qanday qilaman? Qurultayning bosh taftishi Parat Yaqub, muavin taftish Umarjon Imen, bosh kotib Tuyg'un Abduvali, Erkin Ekrem, Parat Yo'rinqash qatorliq hamma qurultayning yuqori darajadagi amaldorning hammasiga o'sha Myunxen kitobnomasi haqida bir narsa yo'lladim. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayiniki qurilganligining 20 yillik programmasini ko'rgandan keyin bu program haqida his qilganlarim, takliflarim, tanqidlarimda bir narsa yozib deb e'lon qilmadim. Shunday avatib berdim. Ya bu qurultay 20 yil bo'ldi qurilib 1 yil bo'lgandikilar Uyg'urlar mustaqillik haqida men Erkin Olibtekin degan nimalar bor ekan, nima uchun 3 yil bir-birisi o'xshamaydi desam, hech qaysi buningga selektirib boqay qaysi o'xshamaydigan nari bor ekan deganmidi. Chunki inglizcha yo'q bu narsanikini. Mehmet To'xtalarni kurashdi. Mehmet To'xtalarni kurashsa, Mehmet To'xta javob bermay turib oldi. Ashnas eskilatda 2013 mushni so'rasini cheklab qo'ygantingiz Facebookda, Facebookda meni qartizimni chiqarib o'ting dedim. Men sizga ko'rib turay bir narsalaringizni. Sen Mehmet To'xta qat'iy javob bermadi bir narsaga. Hammasi javob bermaylik bundan. Shuning amali yo'q, qayda qilaman? Facebookda yozdim. Buni to'g'risida qisqa mazmunni yozdim. Yana boshqa 5 taklifim bor. 5 taklifda hozircha hamda üzülü bilirsin dedim de cevap çıkmaya kapkaz ilan kılıma. Anda baş teftişten kurashdim, muavin teftişten kurashdim. Qurultayniki ular dedi, biz bunu aşağıda o'ttirib qo'yib, buna bir javob berishga tirishib boqaylik dedi. Tirishib boqaylik emas. Bu qurultay biz dunyodagi Uyg'urlarniki birdan-bir tashkilot deb xalqaro kurashayotgandan bu qurultayning nizomnomasi, xitobnomasi muhim narsa. Nima uchun bu millatda millatning o'zimizning millatiga bir xil, boshqalar bir xil mustaqillikka o'xshamagan nimada sirtqi dunyoda uchirib birdi desak biz buni bir tekshirib nima qilib boqaylik dedi. Yani qanday javob chiqdi uqmadim. Degan ma'ni men deb qo'yishidagi maqsad o'g'illikka qurultay Myunxenda 20 yilligini o'tkazish bilan tam Sharq Turkistonning besingan zamin ekanligi haqida doklad e'lon qildi. Doklad chiqqan, doklad o'qiymiz. Doklad chiqib bo'lgandan keyin aning keyin qurultay yani o'ziningki xitobnomasi bo'yicha 19 yil burun e'lon qilgan xitobnomasidan Sharq Turkiston mustaqilligini ta'kidlaydigan yo'lda mang'amdi yoki burunqida yana Xitoy bizga zulm qilyotdi, qirg'inchilik qilyotdi, opam silab qo'y, dadam silab qo'y deganda yana ko'n muqomdagi da'vo yo'lda qarab mang'amdi. Buni 5-3-kundagi
qurultayning e'lon qilgan doklatidan qarab baqaylar. Shu bundan keyin bilalaymiz-da bu narsani. Shunga buni millatga bir bildirib qo'yishni biz o'zimizning bir aqlli burchi deb qaradim. Chunki biz ziyoli bo'lgandan keyin bunda masalalarga sagak turishimiz kerak. Uyg'ur tashkilotlari Sharq Turkiston nomidagi bu tashkilotda Uyg'urlar uchun qanday ushur beryapti, xalqaro qanday ushur beryapti. Biz buni analiz qilib turib, bularni ketkizib qo'ygan taraflardan tutib, bularni tanqid qilishimiz kerak. Bularning to'g'ri yo'lda menish uchun biz haydakchilik qilishimiz, xalq nazoratchi bo'lish kerak. Mana buga qo'yib qo'yishimiz sabab Bugunat Erkinasiya radiosining bu xabar yulib ketib qolsa, topolmaymiz-da o chaqda. Shunga men qo'yib qo'ydim, bu narsa menga saqlanib qoldi. Shunga qurultayninki 20 yillik to'yi qatnashganlar Onu mübareklegenler uzanlar şahsi işi. Ayak bağandı ki neyim için şu kurultay kurulup dünya en dastlabda Uygurlarning biz mustaqillikni nim qilamiz degandek cho'ng gapni qilgan Erkin Olibdagi qurultayning qurg'uvchisi. Aşya bağan shuni so'ranglar. Erkinga 19 yil burun siz qurultayni qurib 20 yil burun kitoblarni e'lon qilgan vaqtda degan nimangiz Erkinasiya radiosida bor ekan, shu ingliz nerede shunikini qachon e'lon qilganingiz nerda bo'lib so'rang, millat javob bersin dedim. Bu birinchisi. Ikkinchisi Sharq Turkistondan besilgan zimin ekanligiga yaqinga mutlaq maxfiy hujjat. Bunimi Erkin Olibdagi millat qaytirib bersin dedim. Men qaytirib bermisin. O bag'alliq debdi, Abdurim G'ani bek kirishval bu narsadan deb. Kirishvelib, men o narsa mening shaxsiy narsam emas. 35 million xalqniki ziminning hujjati bu narsa. Erkin Olibdagi menga bersin demedim o narsanikini. Dünya Uyghur qurultayını Erkin Olibdagi qurib chiqqan bo'lgan ekan, Dünya Uyghur qurultayiga birish kerak bu narsani. O bermasa xiyonat qilgan bo'ladi. Undan boshqa o narsa yolg'iz qurultay emas, boshqa tashkilotlarning mustaqillik yo'lida bo'lgan tashkilotlar ishildi o nimasini. O narsa intoyin muhim. Buni birish kerak. Yana buni ham sukut surayotganlar o'zlarini qolgan vijdonini so'rab boqinglar. Vijdonini so'rab boqinglar. Bu narsadan yana pishin topadiganlar, qalpoq kaytirilganlar men dalil isbotlab o'tirib qo'ydim. 19 yil burun Erkin Olibdaginniki Erkinasiya radiosiga bergan xabardan. Ya'ni qolganni Erkin Olibdagidan buna javob berish uchun ham Uyg'ur harakatlanish kerak. Hozir dunyo Uyg'urlardan eng qachvatgan ikki nuqtasi bor. Birinchisi Sharq Turkiston besilgan zimin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjat. Hammasi inkor qildi. Savol, unda qolib qolsa, nima uchun inkor qildi bular? Ikkinchi savol. Myunxen xitobnomasi haqida nima uchun javob bermaydi qurultayning bir adami chiqib, mana ingliz mayaqti ma'nosi. Biz to'rbetimizda uchritib qolib ekanmiz, qaysi chaplab qo'yal bu narsani deb qilinmaydi bu narsalarnikini. Demak, bu yerda bir uyon bor. Bu uyon nega munosabat qilgan? Sharq Turkistonliklarning o'rtaq manfaati munosabat qilgan. Bu narsa ushar turgan xalqim. Bu ikki narsa men keyingi kunlarda aslamga yozaman ham bu narsalarnikini Uyg'urlarni kuzatayotganlar, Uyg'urlarniki mustaqillikqa Uyg'urlarning diasporadagi siyosiy harakatda qiziqayotganligimni xotir qoldirish uchun buni bir ta'minlab qo'yib uchurlan dedim. Shunlar bugungi suhbatimiz tugidi. Ash inglizcha Myunxen xitobnomasida qurultay qayta e'lon qilganda o to'g'risidagi narsalarni yana qayta uyg'urcha, xitoycha bilan bir selishtirib boqamiz. Bularni menga Ya bo'ldi, nima men o yerda shu vaqt algan yiqiyoq ko'migan, shuning uchun uningga men fikr beramayman. Inglizcha shu bir vaqtlarda Uyg'urcha anglab qilgan biladi, o yiqiyoq o diqqatim bo'lmagan. Abay bir gapim sal diqqatimni oldi. Bular mush 5-oyda bir doklad yezib, Sharq Turkiston ishg'ol qilgan zaminni isbotlaymiz deb bir doklad e'lon qilamiz deyotdi-ku. Şudurma. Ben aşınınga doklad gelsin, ben kol koyup vermeye bu taşa. Kol koyup vermeye nasiga. Ya benim deydiğim bular onu kimge ispatlaydı? Ben garip dünyasında kögen İngilizce çıkan makallarının, kitaplarının Şarkı Türkistan, hemmisi Şarkı Türkistan'ı işgal kılıvagan zeminde xıra kılıdı. Bular kimge ispatlaydı onu? Özlerge ispatlaydı değil mi? Şark Garip'te bu Şark Türkistan'ı işgal kılıvagan devlet ekenligini inkar kılgan bir materyalini kömüdüm ben tehi. Yüzümüz inkar kılavatımız yok bu neslerini. Aşı doğruluk çıkan, ben mesela Şark Türkistan doğruluk çıkan 30-40 İngiliz kitabını hemen okup oldum. Mesela Gollandiya tıldı çıkan bir kitap ya, Germaniya çıkan bir kitapta Şark Türkistan'ın Xitay'ın bir kısmı edip yazgan yer bağ mı? Bu kimge ispatlaydı ben aşını okumayım ben de. Aşını ispatlaş üçün bular 4-5 yıl oldu diye şuncalar cıq pul qalab aşını tədqiq qıldıq deydi.
mayli aşı chiqsin ta'si oldi qo'l qo'yib Bu bermayman. narsanikine halaqi shu Sharq Turkiston besilgan zemin ekanlik haqidagi dokladni tayyorlashdagi bir siyosiy araq ko'rinishi bor bu narsaniki. Buni bular o'ttirib qo'yg'ili 2002 yilning oldida o'ttirib qo'ydi bu narsanikini. Men shu Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjatni erkin olib tekindan keyin Asr Sharq Turkiston degan kitobning 500 betida baki aniqcha bir narsalarnikini shuni ko'rgandan keyin buni o'ttirib chiqardim men. Hatto erkin olib tekin bilan kurashdim men bu narsanikini. Erkin olib tekindan qayta 3 qatim kurashdim. Ashuni kurashgandim siz bor. Erkin olib tekinde hukm. Bu siz bir obdan namoyish qilyapsınız. Bu Sharq Turkistonning besilgan zemin ekanligi bu dadam haqidagi tadqiqot kirib qolsiz. Siz buni qilmay o'zingiz ishini qilsangiz bo'lmaydi deydi. Men o'zimning ishini qilyapman, oshqa vaqtimizdimi dadangizning haqida tadqiqot qilib bo'lmasak bo'lmaydi. Undan kitob yozgan Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjat qayerda? Nima millat qaytarib bermaysiz desam, hukm siz bu hujjatni qilmang, bir nechta maqola yozgandim Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligini. Shuni o'qib beqing dedi. Sizdek maqol men yoza olmayman, doktor, unarsini yozgan Uyg'urlar jiq. Ben İngilizce yazarmasam yani bizga yozg'ustak buldu. Lekin oyoqda Zhang Jizhongninki o'z vaqtida shu so'zga nutqini Gomindan hukumati bir broshe qilib, uni Gomindan ichki qismida taqib ekan. Mutlaq maxfiy hujjat bu narsada. Bu narsaniki qanchalik tarix qiymat borlig'ini siz his qilaysiz erkin aka desam, faqat unda binasi yo'q, bo's dadam biratdi binasida dadangizning kitobi bormi desam, bor dedi. Ichine 5. betida bu eng tuvan qatlimsida desam, faqat uyga mehmon kirib qolganda men keyin kirishini buni deb lakim telefonni qo'yib etdi shu bu narsanikini. Shuni bilan uning keyin yana bir qatim telefon qildim, bir hafta o'tkazibdi-ku. Bir hafta o'tkazib e'lon ko'rsam, erkin olib tekin nima deydi? Uning degini faqat bu dunyo nima Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi haqidagi bu mutlaq maxfiy hujjat unda muhim emas deydi. Undan boshqa muhim hujjatlar bor dadamning qora sandig'ida. Bu narsalarni vaqt kelgan oshkorlaymiz. Men hozir qurultoy bilan kurashmoqchi Do'lqin Aysolar bilan. Sharq Turkistonning besilgan zemin ekanligi haqida bir raport tayyorlanglar deb. Osh raport-mu yo'q dedi-da. Uni keyin men dedim erkinka dedim-da. Bu dadangizninki qora sandig'ida Sharq Turkistonning besilgan zemin ekanligidagi bu mutlaq maxfiy hujjat munosib nurg'ulga hujjatda tursa, unda ashni chiqarsangiz shular raport tayyorlasa, raport ishlasa bo'lmamdi desam, uning vaqti keldi dedi, qachon vaqti keldi dedim uningga. Demakchi erkin olib tekindan qo'rqayotgan narsa Sharq Turkiston besilgan zemin ekanligi mutlaq maxfiy hujjatlarning o'ttirg'i chiqishini shu qadar qo'rqaqli. Bu emas qurultay atrofga hammadan qo'rqaqli. Chunki hammasi inkor qildi ko'rdingmi ayna. Men naq maydonga telefon qildim. Do'lqin Aysolar inkor qildi, Umar Qanot inkor qildi, Farat Yo'ronqosh texnik inkor qildi, qurultayning yuqoridagi adamning hammasi inkor qildi. U hujjat mening hujjatimmi o? 35 million Sharq Turkistonning hujjat nima inkor qildi u narsanikini?